Mana uzoq kutilgan mavzuga ham yetib keldik, ya'ni CSSda responsive design. O'zbek tilida aytadigan bo'lsak, moslashuvchan dizayn. Misol uchun biza umumiy saytimizni kompyuterda yaratadigan bo'lsak, uni boshqa qurilmalarga moslashuvchan qilishimiz kerak bo'ladi. Sababi biza uni kompyuterdan tashqari planshetda yoki telefonda ochib qaraydigan bo'lsak, biza yasagan dizayn o'zgarib ketishi, ya'ni buzilib ketishi mumkin. Deylik, o'ng tarafga surilib ketishi mumkin. Agar telefonda ko'radigan bo'lsak, rasmlar kattalashib ketishi mumkin. Shularni oldini olish uchun ham biz responsive dizayndan foydalanamiz CSSda. Buni o'zini, demak, texnologiyasi orqali qilamiz, ya'ni Media Query. Demak, biz responsive dizaynda ikkita yo'ldan foydalansak bo'ladi. Birinchisi desktop first, ikkinchisi mobile first. Bilan farqini tushuntirib o'taman. Demak, ikkalasida ham Media Query orqali bajaramiz. Mana Media Queryning umumiy ko'rinishi. Bu yerda bundan keyin yana qavs ochiladi, jingalak qavs. Uning ichida har xil propertylar kelishi mumkin. Shu o'zgartirmoqchi bo'lgan propertylarimizni berib o'tamiz. Desktop firstda Media Queryning ichida max width beriladi, qavs ichida. Mobile firstda bo'lsa min width. Bu umumiy farqi. Demak, Media Queryning ichida qanaqa bo'lishi. Endi umumiy tushuntiradigan bo'lsam farqini, desktop firstda o'z nomi bilan aytib turibdi, ya'ni birinchi desktopga moslaymiz. Kompyuterimizga moslab olamiz dizaynni, keyin uni telefonga to'g'rilaymiz, ya'ni kichkina qurilmalarga to'g'rilashni boshlaymiz. Mobile firstda bo'lsa, birinchi umumiy maketimizni telefonga moslaymiz, undan keyin katta qurilmalarga, planshetga, kompyuterga moslab olamiz. Bunda minwidthdan foydalanamiz. Demak, bu ikkita yo'l edi, ya'ni qanaqa responsive qilishni. Endi biz yana bir narsani bilib o'tishimiz kerak. HTML ichida ushbu meta tag bo'lishi kerak. Buni adashmasam HTML kursimizda ham aytib o'tgandim, ya'ni viewport meta tagi. Bu orqali biz saytimizni responsive ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Agar bu bo'lmasa, biz agar kompyuterda ushbu saytni yasaydigan bo'lsak, telefonda ko'rsak, qanaqa kompyuterda yasagan bo'lsak, xuddi shunaqa telefonda hosil bo'ladi, faqat kichkina ko'rinishda. Bu juda noqulay, sababi agar buni o'qimoqchi bo'lsak, juda yaqinlashtirishimiz kerak bo'ladi. Knopkani bosish uchun ham yaqinlashtirib bosamiz. Bu ancha noqulay yo'l. Shuning uchun ham, demak, biz har doim HTMLda shu head qismiga ushbu meta tagni berib o'tishimiz kerak. Bu yerda mana umumiy tasnifni berib o'tganman, bemalol o'qib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, endi Media Query orqali nimalarni o'zgartiramiz, ya'ni qaysi propertylarni. Birinchisi ustunlar, columns. Misol uchun deylik, biz kompyuterda yasayotganimizda ustunlar soni 4 ta, 5 ta bo'lishi mumkin, lekin telefonda faqatgina bitta ustundan iborat bo'ladi. Demak, buni to'g'rilaymiz. Elementlarni eni, width, ya'ni misol uchun biz kompyuterimizdagi kontentlar, ya'ni tekstlar, rasmlar yoki divlarni ham olsak bo'ladi, eni juda katta bo'lishi mumkin. Ularni mobilga o'zgartirayotganimizda kichkinaroq beramiz. Yoki yana bir narsani aytib o'taman, asosan responsiveda foizlardan foydalanganimiz yaxshi, sababi piksellardan foydalansak birozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ham iloji boricha foizlarda berganimiz yaxshi. Keyin uchinchisi bo'sh joylarni kamaytirish, ya'ni margin va padding. Deylik, kompyuterimizda orasidagi joylar katta berishimiz mumkin, margin paddingda, pikselda. Mobilga o'tkazganimizda buni qisqartirishimiz kerak. Shriftlarning o'lchamlari, ya'ni font size mobilda boshqacha, kompyuterda boshqacha. Navigation menu bu mobilga xos, demak, mobilga xos, ya'ni biz bu yerga knopka berishimiz mumkin. Navigationda har xil, demak, listlar bo'ladi. Shu listlarni umumiy menyuga berib o'tamiz. Buni burger deb ham nomlashadi. Va oxirgisi elementlarni berkitish. Ya'ni mobilga o'tkazganimizda ba'zi elementlarni position yoki mana navigationdagi listlarni display none qilib beramiz, ya'ni berkitamiz. Uni o'rniga, demak, boshqa ko'rinishda berib o'tamiz. Shunda biz ushbu propertydan foydalanamiz, ya'ni display none. Bularni kodimizda yaxshiroq tushunib olamiz.
Endi sizlar bilan yana bitta katta mavzu, ya'ni breakpointslar to'g'risida gaplashamiz. Breakpoints qurilmalar enini belgilab olish deb umumiy tushuncha berganman. Ya'ni breakpointsda biza aniq bir o'lchamlarni olamiz, shunga qarab responsive ko'rinishga keltiramiz, ya'ni enini olamiz pikselda. Bunda biza 3 ta yo'ldan foydalanishimiz mumkin. Birinchisi aniq bir qurilmalar uchun yasash, ya'ni aniq bir qurilmani enini aniqlab, o'sha enga moslashuvchan dizayn yaratamiz. Bu yo'l xato, sababi bitta qurilmaga moslashtirish degani boshqa qurilmalarni inobatga olmaslik degani. Ya'ni bizani saytimizdan boshqa qurilmalardan ham kirishi mumkin. Shuning uchun ham biza faqat bittagina qurilmaga moslashuvchan qila olmaymiz. Shuni inobatga olishimiz kerak. Ikkinchisi ko'p qo'llaniladigan o'lchamlardan foydalanish. Ya'ni bir aniq statistikalarga asoslangan holda o'lchamlarni belgilab olishimiz mumkin. 5 ta 6 ta o'lchamlar. Shunga qarab, demak, moslashtiramiz. Va oxirgisi test qilish orqali belgilab olish. Ya'ni har bir pikselda qanaqa o'zgarayotganini tekshiramiz va shunga asoslangan holda responsive qilamiz. Ushbu ikkita yo'lni boldda berganman, ya'ni shu ikkita yo'l eng yaxshi yo'llar. Lekin uchinchisi biroz vaqt talab qilganligi uchun asosan ikkinchisidan foydalanganimiz yaxshi. Ya'ni aniq bir o'lchamlarni olib, shunga qarab responsive qilish. Mana bu yerda breakpointslarga misollar keltirganman. Ya'ni VTC 576 bu portrait fontslar uchun, keyin 768 landscape fontslar uchun, 992 tablets, ya'ni planshetlar uchun, 1200 desktop va 1400 large desktop, ya'ni eng katta bo'lgan desktoplar uchun. Shunaqa ko'rinishda biz breakpointlarni belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana nazariy qism tugadi. Endi amaliy qismda bilan